Assalomu alaykum hurmatli Atlan Fortuna obunachilari. Bugungi videoyimizda siz va suv biznesi bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun korxonamiz tomonidan ishlab chiqarilgan navbatdagi 5 va 10 litrli idishlarga yarim avtomatik suv quyish uskunasini e'tiboringizga havola etamiz. Uskunamiz texnik qismlari haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, avtomatik boshqaruv paneli, idish qopqoqlari va idishlarni yuvish qismi, idishlarga suv quyish bo'linmasi va yakunda qopqoqlarni yopish uchun mo'ljallangan qurilma komplektatsiyasidan iborat. Uskuna boshqaruv paneli, ko'rib turganingizdek yuqori sifatli elektr jihozlari hamda quyish jarayonini amalga oshirish uchun raqamli nazorat indikatorlaridan tashkil topgan. Uskunamiz ishlash jarayonini tashkil etishda 220 volt kuchlanishdagi atiga 1 kilovat energiya iste'molini talab qiladi. Uskunamiz quvvati haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsam, har bir suv quyish bo'limimiz soatiga 1000 litrgacha suvni quyib berishga ixtisoslashgan. Bunda kamida 5 litrliklarga nisbatan 120 donagacha, 10 litrliklarga nisbatan esa 80 donagacha suv quyish imkoniga ega bo'lamiz. Ish jarayonini tizimli tashkil etilganligi hamda xodimning ishchanlik potensiali hisobidan ushbu quvvatni yanada oshirish imkoniyati mavjud. Bugun biz sizlar bilan Atlan Fortuna korxonasida ishlab chiqariladigan suv quyish uskunalaridan aynan 5 va 10 litrli suv quyish uskunasi haqida qisqacha tanishib o'tdik. Korxonamizning fidoyi jamoasi ishtirokida ochiq havo qo'ynida kech bo'lishiga qaramasdan ko'rgazmali tashkillashtirilgan uskuna ishlashi uchun video lavhamiz davomida barcha ma'lumotlarga guvoh bo'lishingiz mumkin. Rahmat hammaga. Videomiz tugadi. Restoranimiz elektr tokidan o'zinglar.